Salom do'stlar, sizlar bilan yana men bugungi videoni pak ochish bilan boshlaymiz. Chunki hozir birinchi The World Scan'ga o'tib nimalar kelganini tekshirib olamiz. Buni qo'shib qo'ysak. Buni o'qiyverlar. Atiga 15 degan tanga. National Goals Mastery dropga pulimiz yetmaskan. Milestone o'tamiz demak birdan. Hozir men bunda o'zgarmagan. To ketmaguncha o'zgarmasa kerak. Fransiya jahon chempioni bo'lsa kerak deb o'ylayapman men. Kecha lekin Fransiya 2 ta gol urdi, desam, Chronicles'ga bosardim. Kerak emasdi Chronicles. Demak, Moments Gallery kecha o'yinga Ryan Cherki tushmadi. Fransiya 2 ta gol urgandan keyin 3-chi gol urishga to'g'ri harakat qildi, lekin ura olmadi. Yutqizib qo'ydi Marokash. Top goli futbolchilar bilan. To'g'ri, unchalik top goli futbolchilar yo'q Fransiyaga nisbatan. Xato. Eng katta xato Justni ham oldim. Demak, hozir Justni almashtirdim. Hozir Justni nima yana exchange o'tamiz. Lava ekan, Lava menga kerak emas. Just lekin 123 bo'ladi-ya. 120 elan Just bor. Bitta Kanate 117 bo'ldi. Ha, ko'tariladi aytganda Kanate. Voy, shunisi esim chiqdi. Demak, Kanateni ushlab turaveraman. Kecha o'ynamagan bo'lsam ko'tarildi. Demak, Spotlight Pix da Kanate 117. Nima qilsam? Late to the game. Looks like you missed the chance to make your spotlight big. Demak, ular ikkinchi yutqizsa menga o'sha kartasini beradi. Lekin kartasi bor-ku-da. Yana bitta kartasini beradimi? Shunga yaqinda hozir tarjimasi. Faqat Kanate ko'tarilgan 117. Bo'ldi. Demak, birinchi playga bosamiz va challenge modga o'tamiz. Men challenge ultimate challenge da 120 orali Portugaliyani yuta olmadim do'stlar. Eng qisqa hisob 2-1 bo'ldi. 2 ta gol urib, bitta gol urib, bitta gol o'tkazgan. Nimagadir aytgancha ularga bitta gol qo'shib berdi. Ular bitta gol urdi, men bitta gol urdim. Lekin ularda qo'shib berilgan bitta gol ustunlik qildi. Demak, nimaga hozir buni o'ynayapmiz? Chunki Destda 120 kuchaytiramiz, keyin Carlos Romero Destni 120 kuchaytirsa, keyin Reyersonni bemalol zaxiraga qo'yib qo'yamiz yoki bo'lmasa sotib yuboramiz. Hozir
bizga Diney overall pas bo'lsa ham mana bunaqa sehrlangan futbolchilar kerak. Masalan, Diney 118 uncha qimmat bo'lmaydi. 119 Laporte lekin qimmat bo'ladi. Hozir demak tapduni bosamiz. Destakan uramiz. 2 minut vaqtimiz bor ekan. Ko'ryapsizlarmi? Man tez yugurishga sehrlangan. Bemalol ortda sentrdan bemalol himoyaga yugurib tez yordam bera oladi. Lekin bunaqa futbolchilarni kuchaytirishimiz kerak. Keyin menga mana bunaqa hozir to'xtayman. Lukumidagi endi yenot rasmi turibdi-ku, shu boyaga hard tackling-ku, shu hard tackling futbolchini olishimiz kerak Sibiga. Menimcha. O'zdest 118 bor bizda, 119. Ya'ni bir daraja kuchaytirgan. Demak, bu o'yin juda oson kechadi. Fransiya 2022 ni yutgan bo'lardi agar pas berganda. Aniq kimlik ismida emas. Dest. Voy. Kecha o'yinga tushmadi. Voy. Pas to'qizgacha mo'ljallagan edim. Ketdi Jarzinho. Eng qizig'i Jarzinho bilan Dest agar bitta qanotda o'ynashsa bu foyda, chunki Jarzinho mana bunaqa rekord holdir. Dest esa sehrlangan. Agar Jarzinho 1 gram ham sehrlangan bo'lganda, вообще-то o'ng qanotimizni hech kim to'xtata olmagan bo'lardi. Men unchalik xo'rlab tashlamoqchi emasman, chunki o'zim yo'q. Agar 2022 ni ham olish imkoniyati bor-da. Agar Martinez yoki Messi Argentinada ikkalasidan bittasi jarohat olganda 2022 finalda aniq Mbappe bir o'zi butun jamoani aldashga qodir etdi. Kecha bittagina save qildim Minion. Magnum masakan Minion deyilar ekan. Kecha to'g'ri. Bugun ertalab bo'ldim. Kechamda ishqilib uxlamay tomosha qildim. O'yin juda shiddatli kechdi. Voy, asatdagi. Mana shu sonunda hech qisi yo'q. Polisi. Menimcha tur Turk degan. Orada paslar Forum o'ynab gol uradi maqsuda. Vaqt tugab qoldi. Hech qisi yo'q. Do'stlar, hozir Royal Club 123 qachondir unga do'stlarga request tashlangan. U menga tashlangan. Aniq ham bilmayman.
Shunday qilib Road to the final. Bizga hozir endi bo'ldi. RP futbolchi kerak emas. Carlos ham yaxshi turibdi. Endi mana shu Signingda futbol sotib olish uchun oddiy futbolchilarni sotamiz. Ishlamay qoladi. Mana shunda internet yomon ishlashi yo'qmaydi. Qani kim bor ekan? Rodri, Due, Lukaku, Onana, Pedro Porro. Qolganlari sehrlanmagan futbolchi, demak RB kerak emas, Pedro Porro ham kerak emas, City kerak emas, Due kerak emas, Rodri ham kerak emas. B CB RB CT LV CT. Demek ki CT Cam CB Van Hecke Cam SM CT CB Qaralo g'osib Van Hecke play stili Guardian'a kuchaytirilgan. Вообще buniki umuman hard bu. Hozir demak buni yaxshiroq Lukumi. Yo'q. Dini almashtirsa bo'lmaymidi? Almashtirsa bo'lmaydi. Chunki Dini qo'y ko'rdiga deysiniz. 50 obunachiga ersak o'shanda demak Signingga o'tamiz. Maplar 2000 yig'ib bo'lingan. Dini kerak emas, Digni kerak emas, Jas kerak emas, 1050 kerak emas. Kanate 3000 böldüm. Over'ga o'tamiz. Rank up. False back. Endi qaranglar. O'zi. Demak, bu yo'q. Buni olib qo'yamiz. Buni ham olib qo'yamiz. Buni ham olib qo'ysak va buni ham olib qo'ysak. Bo'ldi do'stlar, endi qaranglar, hozir kuchaytirishimiz kerak bo'lgan odamlar. Carlos Romero. 5 degani degan bor. Degan tushirmaydi. Demak, jamni kuchaytirishimiz kerak. Treyning qilishimiz kerak to'g'rirog'i. Keyin hozir endi biz Carlos Romeroni birinchi kuchaytiramiz yoki bo'lmasa Jon Garsiani, keyin esa Sabazlayni kuchaytiramiz. Oxiri Sabazlay. Keyin Jan yoki Rudigerni o'rniga tushadigan futbolchi. Endi biz Signingdan taxminan lekin Rierson darajasini ancha kuchaytirganman, shuning uchun ancha baland baholanish kerak, taxminan 3000. Vay! Attiga 119 ni 150. Yo'q, jamni kuchaytiradigan bo'lsam, hech narsa o'zgarmaydi, 120 ko'tarib qo'ymaydi janan. Yo'q do'stlar, hech bo'lmaganda yangi futbolchi uchun 150 tani olishim kerak. Hozir demak, eng kam overall 117 dan ko'ramiz hozir. Search bilan ko'ramiz, minimal overall 117 biz uchun position 7 search hozir demak overall emas, value namda emas. Mano Pamecano kerak emas hozir. Demak sehrlangan futbolchilar, sehrlangan. Ya aytgancha bunda overall value tushib qilamiz. Qaril 120, 119, 119, 119, 119, 119, 117.
ketdi. Valloy bo'yicha. Bir 119. Hozircha Laporte. Singo. Yani José Guardiol bormi Bamba va eng kam kuchaytirilgan. Hozircha Bombito, Ajer, Ocon, Diney, Lukumi, Ordonez, Chalobek, Hegem, Rem bo'ldi. Kolubay. Bundan past overall 118 dan past kuchaytirish sehrlanmasa kerak. Shunday qilib, demak Kanate yo'q. Kolubani watch playerga qo'shamiz. Watch playerni qo'shsam mana ko'rishinglar mumkin. Bular endi bemalol chiqarib tashlasa bo'ladi. Buni ham, Van der Beekni ham, Douglas Luizni ham, Taminayni ham, Timberni ham, David Raya. Вообще David Raya menga kerak emas. Kunde вообще Barzagli yo'q. Demak, ular yerdan chiqarib qo'ysa ham bo'ladi. Barzakda ketdi, Zambrotda kerak emas. Makkan ham kerak emas. Cafu bilan lekin Maldini tura qolsin. Cafu ham kerak emas. Bo'l faqat Maldini o'ylayapman. Maldini ham chiqarsam. Maldini ham chiqaram. Demak 12305 ta yig'ishimiz kerakmi bu? Uni ko'proq uni yig'sak bilmadim. Internetim qotyapti. Internet qotish sababli o'yinga kirishimga o'ziga 5 daqiqadan ko'proq vaqt ketyapti. Demak, hamma ish qilindi. Overall 121 sotiladigan futbolchilar sotildi bo'ldi. Do'stlar, video shu joyda tugaydi. Naqd 18 minutlik video.